Mene? Sonuq 12. Soğuk onu bek doğrayısız da. Hazır bir doğrap bakalım bakalım sen. Boşluk. İyi, okşattı. Hey, absemi siz bek sümlükken siz ilqi bek tabi demek çünkü biz ilqi tolu sahneye çıkıverib bulup biz ilqi bir xil yansonluq demdik, bəzi yansonluq qılmay amal yo'qchu. Lekin siz qanday bo'lsangiz o'zingizni shunday qilib ifodalashni yaxshi ko'rgansiz. Rasmiy tabiiylan bek chin. Rahmat. Yana qo'shib ketdi. Mollaqni shuni o'rganib ketgan. Sunukuni mollaqatga yaldiramiz. Men partiga yagimo bagajda mollaq etib, bag'andiki shu zuriyat, roleli zuriy tuloqqa. Da 3 metr Egistonda 3 deb boshlam etapman. Qancha? 3 metr Egistonda. 3 metr degan xili gapchimi? Metr degan xilji. Menda 2 degan gap. Shu 3 deb bosh etapman. 3 ta bo'g'chma. Hozir 3 ta bo'ldimi ayting. Ya menda berish kerak deb sanab. 3 ta bo'g'chma ha. Berish kerak shu ayting. Bana yirik chiqma. Bo'lmasa demakchi. Ay, to'yuq sen bir so'l ismga qaldi qara olsam, boya dedingiz hamda yurib baxmagan, muhabbatlash baxmaganga asosan qizlar sizga muhabbat izhor qilib kelgan-ku. Ham bugun mush sahnada mana bir muncha chiroyli qizlarni, iqtidorli qizlarni, yaxshi qizlarni taklif qildik. Ham mush yerda hamda ko'nglingiz tushib qolsa, yana shularning sizga muhabbat izhor qilishini o'ylamsiz yoki siz bugun ham desam tashabbuskorroq bo'lib ota-onamizni bir ma'qul qilayli, muhabbat uchun men bir oxir o'tirib chiqay deb bo'ladi. Ma'qul qilmayman-da. Ham chataq yo'q-a? Keldik emasmi? Shun kelmaymiz. Yaxshi. Mushu alj programmamizga qatnashganingizdan o'zlam ham tashabbuskor bo'lmoqchi bo'lganligingizdan birinchi qadami-ya. Yaxshi. Siz qizlar savol so'rasanglar bo'ladi. Ha. Yaxshimisiz Sami? Men qarang. Aya. Ajabmi olmoq tasavvur qilgunchak bo'lgansiz. Shundoq yaxshi ko'rdim men. Shundoq bek sevimli. Sami, siz hozir sizga izchil qizlar muhabbat izhor qilibdi-ku. Mishada hamda siz xohlagan bir qizga bir muhabbat izhor qilib bergan biz bir anglab boqaylik. Menma? Men qanday izhor qilaman? Bir qizni yaxshi ko'rib qolsangiz, qanday izhor qilsa, shunday izhor. Undan so'ng qizlar qanday muhabbat izhor qiladi? Nadiyaga muhabbat izhor qilib bergan. Men Ha, Nadiya başladı emasmi? Nadiya başlagan keyin bulamdı. Ha, Nadiya sahneye chiqqan. Nadiya kelin. Bulamda? men qanday izhor qilaman? Men de beremdim-a. Ay bu bala ya yaxshi ko'rmisa hozir. Yaxshi ko'rdi deb o'yladimiz qiyas. Bo'lmasa. Qiyas. Ha, bugun 抖音。